Aka sizga ham shunaqa yeyaptim. Qarang, ikkinchi mahal. Gidetda 200 gram bor. Mayda jo'jasi 200 gram bor. Yegani kechqurungisida mana 8 da o'zi yeb suvini ichgizdirib bo'ldi. Ertalab 8 da yeydi. Go'sht, tuxum hamma yo'g'ini yeydi. Ikkinchisi bu. Bunikini qarang, 250 gram bor mana bunday. To'lib olsin aka, xudo xohlasa bitta tepishtirama yomon urishadi bular. Sizdagilar ham shunaqa yeyaptimi? Qarang. Yomon yeyapti. Ishtahalari zo'r ochildi, ichlari ham, ko'nglari ham qattiq bo'ldi, qarang. Chobodalashlar bo'ynga chiqib ketdi-da. To'lib olsa aka, xudo xohlasa bitta tepishtirama. Bular uni galabosini urishtiramiz dedi, hali katalashdi va sherik bilan. Tumshug'ini uchiga havo kirgan ekan, tumshug'ini tashladi. Endi tagiga o'zi tepishtiramiz. Qilgan uchun shu cho'zaqa yegan ekan. Ishtahani qaranglar, yeyishini o'zi kataga kirib, qo'lni cho'qishni boshladi. Aylanishni boshladi. Yeyishni boshladi-da go'shtchilarni. Yomon bo'ladi, bu ham piqchilar o'sib olsa. Ko'p. Ay turishingni. Ishqibozlar chiqib olasizlar. Ko'klar, assalomu alaykum, joyingiz sog' bo'lsin. Mana sizlarga bir qator silashni yo'lini uslubini ko'rsatib beraman. Bitta bag'iga bitta tortamiz, bitta bag'iga tortamiz. Keyin tushiga tortamiz aka-ukalar, tushunayotgan. Buni bo'yinga ishlanadi aka-ukalar. Aylantiramiz xulosda bo'yniga. Endi men hozir qo'lni pikkasini cho'yini urganim yo'q. Bitta mana bag'iga, asqoli charchasi o'zingizga qarab, bitta bag'iga ham endi o'sha bo'lib, xulosda qiynaymiz. Tushiga tortib, tushidan tortsa, tushini ashun tortuvchi soniga beradi aka-ukalar. Silashi. Bu xulos просто o'yin o'ynaymiz. Mana qattiq siloq qilib bermadim, qiynamadim. Iloji bo'lsa xulosda aka-ukalar shopirmaylar. Oyog'iga qattiq nagruska bo'ladi. Yugurtirasizlar o'zlaring, quruq shu choyni urib, qator silaysizlar. Sizlar shuni shu aslini bo'yinga ishlaymiz. Bo'yinga ishlaymiz. 10 ta baqa qilib, 10 ta baqa qilib aylantiramiz, 10 ta baqa aylantiramiz. Buni bo'yinga ishlanadi. Arada buni tortib, 10 tani shu olib turib tortaverasizlar. O'zaro ko'p qiynamayapti. Bu xulosimiz o'zi tayyor, o'ynaydigan xulosaga uchun qiynamayapti. Akalar, polvonni ham tepishtirdik. Pashti ota bitta, ona boshqa. Xon bitta, ota bittaga tepishtirdik. Endi o'zidan qo'pdagi syomkasi kanalga tashladi akalar. Kiringlar kanalimga. Ko'rasizlar TikTok. Aka-ukalar, kichinani ishqibozlari bilan bir oyog'ini yozgan olib chiqdi. Dumini kesib qo'ydim. Dumi yerga sudralib ketadigan bo'lib ketdi deydi. O'zi yurganda ezib olib turadi. Hali mayisga bitta ham tanasi yutib ham bo'ldi-yu. Mana 4 kilo 200 da o'ynatdi, yoshiga to'lib olsa, hali otasiga o'xshab chiqqan. Sotuvlarni xola bugun sal oyoq yozsin. Bittan keyin havo isib qoldi. Qanot qoqmas zahar tosh-poshlar yeb olsin. Mana bitta sonchi qichqirib ham qoldi bu. Makon bo'lsa, mana makon qo'llab. Arkada sapchidi barasi.
chiqaverasizlar seversing. Bu bahorda rosa kerak bo'ladi-da. Bular rosa shu maylarda o'ynaladi-da. Qizchalar o'sib olib sotuvda chiqaverasizlar. Buni o'shaning uchun hali jahli qimmat etgani $405 bas.